Birinchi mingan mashinangiz nima bo'lgan? Biz blogermiz, Tog'avaji. Tog'avaji. Men bularni tanidim. Bu Hindistonlik olib borgan Yandex emasmisiz? Tushing, keling. Nima bo'ldi Hindistonliklarni? Nima xafa qilib yuribsiz? Endi bizning mentalitetga to'g'ri kelmaydigan ishlarni qilishadi-da bular. Ko'rgan bo'lsanglar agar, men ko'rdim bularning videosini. Bu yerda faqat Hindistonlikni anaqasida emas, u yerda Fransiyalik bo'lmaydimi? Amerikalik bo'lmaydimi? Biz haydab boramiz bo'ldi. Bizning yoshlar ozgina o'shalarga qarab o'rni olib qo'yapti. Birinchi mingan mashinangiz nima bo'lgan? Legendarniy 06, 03 motorlari bilan. O'zingiz olganmisiz pulingizga? Da. Mehnatmi? Agar hozir pulingiz bo'lsa-da, qaysi mashinani minvorardingiz? Danni vremami? Agar pulim bo'lganda, xudo xolisi, birinchi o'chirtdi onamga bitta gelik olib berish niyatim bor, lekin katta bitta balkonga o'tkazib qo'yish niyatim bor, xudo xolisi, inshaalloh. Keyin u yoqqa o'zim ko'raveramiz. Biz yani samokatda ham yuraveramiz, bizga farqi yo'q. Eng katta qilgan xatoingiz nima bo'lgan? Shu onamning gaplarini ikkita qilib, vaqtida quloq solmaganimda. Hech noldan boshlaganmisiz? Minusdan kelyapman. Adaletin